Karen, Assalomu alaykum, o'tirsam bo'ladimi? keling o'tiring. Ne xizmatdan keldiniz? Vrachlikqa жұмыс izlab kelib edim. Agar bo'sh o'rni bar bo'lsa. Qani diplomlaringiz bormi? Jo'xori o'quv o'rinlarini bitkendingizmi? Qani jo'xori o'quv o'rinlarini bitkendingizmi? Diplomlaringiz bormi? Men jo'xori o'quv o'rnida o'qimadim, biroq Mechkolda o'qidim. Hozirda qo'limda diplomim bor. Yanada men meditsinadan xabarim bor. Aha, onda men sizga bir-ikki so'rov berib ko'ring. Birinchi so'rovim, odam denesida qancha suyak bor? 106 edi. 150. 106. Menimcha 106 deb eshitganim bor edi. Yo'q, odam denesida 206 suyak bor. Yaxshi. Birinchi so'rovimga javob bera olmadingiz. Ikkinchi so'rovim, odam denesida qancha litr qon bor? 4 yo'q, 3 beray. Menimcha odamlardan eshituim bo'yicha 4 litr qon bor degan edi. Yo'q, odam denesida 5 litr qon bor. Siz usunday apoy so'rovlarga javob bera olmasangiz, qalay vrach bo'lacaksınız? Erken operatsiyalarga kirgan кезде agarda bir odamni o'ldirib qo'ysangiz, men sizga qalay javob beraman? Hav apa, bir ilojini toparmiz. Ha, onda bizlar ham bir ilojini toparmiz. Sizlar bo'linmasida Shohbek Bahodir qolganmiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-hatto 211-statyalarına göre para alganlardan para berganlikda javobgarchilik bor. Belgili miqdorda, ya'ni Davlat hisob sistemasining yo'lga sistemga jismlashiga jarimaga tortiluvi, ya bo'lmasa 2 yildan 5 yilga shakam azodlikdan chetlatilivi, ya bo'lmasa 5 yilga shakam azodlikdan mahrum etiluv jinoyati bilan javobgarchilikka tortiluvi mumkin.